Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Assalom. Va alaykum assalom. Qayerdan kelyapsan, Quvonchbek? 1 yillik xizmatni o'tab kelyapman, Miltiq tog'a. Qo'lingdagi nima? Qo'limdagi yaxshi xizmat qilganim uchun Lega ota bilan 60 million so'm pul berishdi. Malades, gap yo'q. Qandingni ur bola. Rahmat. Magar nima uchun qo'shnini bolasi armiyaga boradi-yu, meni bolam armiyaga bora olmaydi. Ertalabdan kechgacha pistolet o'ynagan. Ertalab sahar 5 ga turmasang, kallangni olaman. Siz ham turmaysiz-ku 5 ga ota? Gap qaytarma, men qarri odam. Bo'ldi, armiyaga yuboraman seni. Böyle shug'ullanamiz ota. Tur. Shu go'g'it yonib bo'lgancha kiyimingni kiygan bo'lishing. O'ldiring chaqirdi. Tayyor bo'ldim otajon. Ulgurdimi? Go'g'it qolmadi, iflos sanidi. Sakra o'g'lim. Aniq sakraymi? Ha, ushlayman dedim-ku, sakra. Ushlamadingiz-ku ota? Bu hayotga otangga ham ishonma. Jonim, meni tashlab ketma. Siz yaxshi ko'raman-ku. Tolibjon, nima gap? Nafosat tashlab ketdi. Kasofatoy, buni tashlab ketmangda. Hali bu armiyaga borish kerak. Ha, bu erkak bo'lish kerak. Iflos! Ana shundoq qizlarga cho'qintoylik qilib, quli bo'lib yuraverasan, 14-yanvarga paypoq olib yuraverasan-da keyin. Ha, undan nima qilib qo'gar? Erkak bu, armiyaga borishing keraksa.